Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, aziz vatandoshlar, avvalambor barchangizni Jorjiya shtati Atlanta shahrida Jahon chempionati 2026 nafaqat futbol bayramiga, balki minglab vatandoshlarni birlashtirgan ulkan uchrashuvga aylandi. AQShning Jorjiya shtati Atlanta shahri ana shunday unutilmas lahzalarga mezbonlik qildi. Bu yerda O'zbekiston futbol va madaniyat festivali ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Festival mahalla USA New York jamiyati hamda Atlanta Uzbek Community tomonidan tashkil etildi. Tadbirning asosiy hamkorlari O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi, Vatandoshlar jamoat fondi va O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bo'ldi. Festivalda AQShning turli shtatlaridan minglab o'zbekistonliklar tashrif buyurdi. Ularni birlashtirgan yagona tuyg'u vatanga bo'lgan sog'inch, milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmat va O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlash istagi edi. Bayramning musiqiy dasturida taniqli xonandalar Shahriyor, Benom guruhi hamda DJ King Masarella ishtirok etib, sevimli taronalari bilan festivalga yanada o'zgacha kayfiyat bag'ishladi. Har bir qo'shiq, har bir kuy vatandoshlar qalbida O'zbekistonni yana bir bor jonlantirdi. Jahon chempionati munosabati bilan AQShga tashrif buyurgan taniqli xonandalar, shoirlar, aktyorlar, blogerlar va ijodkorlar ham festival mehmoni bo'lishdi. Ular Amerikada istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklar bilan samimiy suhbatlar qurib, esdalik suratlariga tushishdi. Muxlislar bilan dildan muloqot qilishdi. Bu uchrashuv ko'pchilik uchun unutilmas xotiralarga aylandi. Festivalning eng kutilgan voqealaridan biri futbol bahsi bo'ldi. O'zbekiston futbol faxriylaridan tashkil topgan O'zbekiston jamoasi AQShdagi o'zbekistonliklardan tuzilgan USA Mahallas jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Bahs haqiqiy futbol bayramiga aylandi. Muxlislar har bir golni olqishlar bilan kutib olishdi. Qiziqarli va murosasiz kechgan uchrashuv yakunida O'zbekiston futbol faxriylari 5-3 hisobida g'alaba qozondi. Ammo bu festivalning eng katta yutug'i emas edi. Eng katta g'alaba minglab yurtdoshlarning bir joyga jam bo'lib, bir bayroq ostida vatan madhiyasini kuylashi, milliy qadriyatlarni ulug'lashi va bir-biriga mehr ulashganida namoyon bo'ldi. Tadbir so'ngida mehmonlarga o'zbekona mehmondo'stlik ramzi bo'lgan milliy osh tortildi. Bir dasturxon atrofida jam bo'lgan yurtdoshlar uzoq yillardan beri ko'rishmagan tanishlari bilan diydorlashdi, yangi do'stlar orttirishdi va bayramni iliq suhbatlar bilan davom ettirishdi. Atlanta shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston futbol va madaniyat festivali yana bir bor shuni isbotladiki, masofalar qanchalik uzoq bo'lmasin, yuraklar O'zbekiston deb urayotgan ekan. Vatandoshlarni birlashtirishning iloji esa doimo topiladi. Bu nafaqat festival edi. Bu vatanga bo'lgan muhabbat, birdamlik, milliy g'urur va futbol orqali birlashgan o'zbekistonliklarning unutilmas tarixiy uchrashuvi bo'ldi. Para